Centrum Holidays Umra tadbirlarini o'tkazish uchun rasmiy berilgan litsenziya. Do'stlar, inshaalloh Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar temir yo'l vokzalining yonidagi Centrum Holidaysda do'stlar Grammy ofisiga axborot markaziga yetib kelganmiz. Bugungi videomizda do'stlar inshaalloh ochiqcha gaplashamiz. Bor sharoitni so'rab olamiz. Aqa borilgandan keyingi do'stlar qulayliklar haqida to'liq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Videomizni oxirigacha tomosha qilinglar. Ulug'bek aka, mana hammani oldida aytayapman, faqat bitta narsani iltimos qilaman aka. Qarang, rasmiy litsenziya bor, o'zi 14 tagina firmada bor xolos, o'zi O'zbekiston bo'ylab. Qo'limda turgan do'stlar mana bemalol skrinshot qilib tekshirib olsalaring ham bo'ladi. Xo'p, litsenziya nomerlari 0014 do'stlar, bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Ya'ni siz dokumentlarni firmadan ketyapsiz, endi mana shu firmani do'stlar shart-sharoitlarini ro'y rost gaplashamiz. Aka, faqat bitta narsa juda ko'p odam har xil ma'noda tushunib olishi mumkin. Video chiqardik, borilgandan keyin o'sha sharoit bo'lmaydigan bo'lsa, sizga ham menga ham yaxshi gap bo'lmaydi. Birinchidan aka menga, chunki men buni qo'yib beryapman kanalga. Do'stlar, ya'ni sizlarga ulashyapman. Aqa borganlaringdan keyin yaxshi gap bo'lmaydi. O'shuning uchun faqat borini gaplashaylik. Sharoitdan aka yaxshi bo'lsa yaxshi deng, yomon bo'lsa yomon deng. Chunki aqa borgandan keyin senlar videoda boshqa gap gapirgansan, men keldim, bunaqa narsa bittasi ham bo'lmadi deyishmasin. O'shuning uchun borini gaplashaylik aka, ochiq oydin gaplashsa yaxshi bo'lardi. Iloji boricha ro'y rost aka video qilaylik. Xo'p, qarang, keyin yana bitta narsa aytdingiz. Videodan oldin do'stlar akamiz bilan ko'rishganmiz, gaplashganmiz. Menga aytayaptilarki, 5-dekabrgacha xudo xolasa narxlar arzonladi. Ya'ni 5-dekabrgacha telefon qilgan odam arzonroq narxda ketadi. Hozirgi kunda sredniy o'rtacha narx $1050 dan $1100 bo'lyapti. Dekabrgacha 950 deysizmi aka? $950 5-dekabrgacha. $950. Endi qaranglar, narxda ko'tarilib tushishi nimaga qaraydi desalaring do'stlar, bularda paket yoki shunga o'xshagan narsalar do'stlar oldindan brend qilinar ekan, bu biletga qarab bo'ladi deyapti. So'ng akamiz gapirgan gapini aytayapman. Bilet arzon bo'lsa arzon qilamiz, qimmat bo'lsa iloji yo'q, yana o'sha $1000 yoki $1000 tepasida bo'ladi deb. Gap cho'zmaylik, borini gaplashaylik. Ulug'bek qarang. Centrum Holidays litsenziyasi bor. Undan tashqari beriladigan narsa va shart-sharoitlarni odamlar juda qiziqadi. Umraga ketayotgan odam birinchi bo'lib so'raydigan narsasi nima? Aqa borganimdan keyin qanaqa sharoitda ibodat qilaman, qanaqa joyda yotaman, qanaqa ovqat yeyman, undan tashqari men haramga yaqin bo'lamanmi, borib ibodat qilgani uzoq joydan qadam yeymanmi degan savol bo'ladi. Birinchi bo'lib aka gastinitsani aytsangiz, keyin aka narx-navoda oldinroq videoda oxirida biz boshida gaplashib ketsak yaxshi bo'lardi. Xo'p, narx-navosi $950. O'sha vodiydan ham Toshkentdan ham ketadiganlar aytilgan sanalar bo'yicha 5-dekabrgacha $950 dan qo'yganmiz. 5-dekabr. Undan nariga qanaqa bo'ladi? Undan nariga $1000 dan bo'lyapti narxlarimiz. $1000. 5-gacha $950 dan standart paketlarimiz, ekonom paket va standart paketimiz. Xo'p, premium reyslarimiz ham Madinaga ham jiddiy yo'nalish bo'yicha uchadi. Xo'p, Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz o'rnadi. Markaziyada mehmonxonamiz bo'ladi. Yerda 2 mahal o'zbek milliy taomlari bilan ovqatlarimiz. Xo'p, Makka mukarramada 1,5 kilometrdan 2 kilometr o'rtasida mehmonxonalar bo'ladi. Yerda mehmonxonalarimiz piyoda kiraman desangiz 10 minutlik yo'l, avtobusda 5 daqiqada yo'l bo'ladi. Yerda 24 soat avtobus xizmati bo'ladi. Bemalol avtobusga kirib chiqib bemalol ibodatlar qilishlari mumkin. Yerda 3 mahal o'zbek milliy taomlari bor Makka mukarramada. 3 mahal. Xo'p, Makka mukarrama Madina Munavvara bo'ylab 11 dan oshiq ziyoratlarimiz bo'ladi, ichiga kiradi. Undan tashqari Qizil dengiz sayohati ham bo'ladi. Bu bonusmi aka? Bonus sifatida Qizil dengiz sayohat qilish. Qizil dengizga ketayotib avtobusga pul to'lashadimi, to'lashmaydi? Yo'q, avtobuslarda Qizil dengizgacha borishlaricha tekin, faqat qayoqqa chiqishsa, kemaga chiqaman desa, e'tibor turib magazinidan yo'qsa bir narsa olib yeyman desa pulli. O'zlarini ishlatishgani pul. Lekin avtobusda Qizil dengizgacha ovorish, Qizil dengizni olib eli boshqa ovorib, yerda suhbatlarigacha tekin eli boshqa. Keyin aka 50 boshi deyapsiz. 50 boshi, endi men o'zim borib kelganman, inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Men borib bitta narsani bilganmanki, 50 boshingiz agar bilimi zo'r bo'lsa, ko'p yillik tajribasi bo'ladigan bo'lsa, sizga oson bo'ladi. Qanaqa? Haligi ko'p joyda biladi, sizga to'g'ri maslahat beradi, to'g'ri yo'l boshlaydi. Bekorga yo'l boshlovchi emas. 50 boshlar aka, Centrum Holidaysda 50 boshlari qanaqa insonlar aka? Xo'p, 50 boshlarimiz, har bitta 50 boshimiz kamida o'sha har sifatida 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega 50 boshlar ishga qabul qilganmiz. Yerda Madina Munavvarada Makka mukarramadan kutib olib, yerda birga ketadigan. Undan tashqari diniy qo'mitadan har bitta reysimizda 50 bosh beradi o'zi. 50 bosh beradi. 50 boshlar har bitta reysimizda birga borib, birga kelishadi. 50 boshlarimiz Xudo xolasa yerda 14 kun davomida umralarni, ziyoratlarini, sayohatlarini, qo'shimcha umra badallarini
hammalarini xizmatlari turishi 14 kun davomida. Zo'r, gap yo'q. Endi aql ketilayotganda bagaj necha kilo bo'ladi, ruchnoy necha kilo bo'ladi, firma tomonidan nima beriladi? Xo'p, aytganda bagajlarimiz 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoyimiz bo'ladi. Firma tomonidan beriladigan narsamiz kamzili, somkasi, bejga beriladi, keyin bo'yinga beriladigan ostochasi beriladi. Xo'p, bu firma tomonidan beriladigan narsa. Qaytib kelishlarga yana 5 litr zamzam suvi beriladi. U bagajga kiloga urilmaydi. Undan tashqari 5 kilo bonus sifatida ham bagajga qo'shib beramiz, ham 5 kilo qo'shib beriladi. Zamzam suvi. Birinchi bo'lib Madina Munavvaraga tushilganda payg'ambarimizni ravzalariga olib kirish tadbirlari qanaqa aka? Xo'p, payg'ambarimiz ravzalariga olib kirish tartiblari, xudo xolasa, birinchi kundan o'zi, 2 kun oldindan o'zi ochir topiladi, tasrih degan narsasi bo'ladi. Hisobda biletga o'xshagan narsa, oddiy tilda aytadigan bo'lsa, kirish ruxsatnomasi. 2 kun oldin, 3 kechadan oldin, 2 kun oldin ruxsatnomalarni olib, tayyorgarlik ko'rib, hozirda kirish soatlarigacha aniq qilib qo'yilgan bo'ladi bizda. Borishadi, xudo xolasa, birinchi erkaklar bo'lsa erkaklar, ayollar noma'lum soati bo'ladi, soat bilan kirib chiqishadi. Shu kungacha jo'natgan odamlarimizni xudo xolasa 100% hammasi kirib chiqishdi, hojijon ozodalarimiz. Bundan keyin ham xudo xolasa 100% harakat qilib olib kirib chiqamiz. Zo'r, gap yo'q. Xudo xolasa gassissani so'radik, yozilgan narsalarni so'radik. Xo'p, yana so'ralgan narsalar 4 kishi, misol 4 ta ayol, 4 ta erkak bo'lib ketadigan bo'lsa, o'zimizga misol qandoshliklar bilan bir xonada yotsak bo'ladimi deb ham so'rashadi. Xo'p, uni bo'ladi. O'zingiz tanlasiz bo'ladi. Xonadoshlaringizni, misol dugonalar bo'ladigan bo'lsa, yo'qsa oshna og'ayni birga ketayotganlar bo'ladigan bo'lsa, standart paketlarimiz xonalari 4 kishilik, 5 kishilik xona joylashuvida bo'ladi. Misol siz 4 kishi og'ayni bo'lsangiz, ana shu aytadi, bu 4 kishilik xonadan 4 ta, 5 kishilik xonadan 3 ta bo'ladigan bo'lsa, hamma jup-jup bo'ladi, bo'lishib olsin deganda, siz o'zingiz ixtiyoringiz bilan she'rlar tanlab 4 kishilik xonaga kirib ketaveradi hamma karatini olib. Keyin aka, reyslar Madinagami yoki Jiddaga bo'ladimi? Xo'p, ham Madinaga ham bor, ham Jiddaga yo'nalish bor reysimiz. Tanlashlari mumkin bemalol. Uni to'g'rilab beraverasizlar. Qaysi viloyatdan? Xo'p, viloyatlarimiz Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent, Samarqand, Termiz shahrida. Ya'ni vohadagi akalarga ham, vodiydagilar, Toshkentdagilarga o'ziga yaqin aeroport ham bemalol primoy reyslar. Primoy reyslar bor. Biletlarchi aka? Xo'p, biletlari bordi keldi olinadi. Biletlar bordi keldi. Faqat bordi keldi ishlanadi. Birinchi kuni ketsangiz 14-kuni qaytish bo'ladi. Gap yo'q. Joyda qana bron qilamiz? Joylarda ekranda turgan nomerlarga aloqaga chiqishsa, Telegram, WhatsApplari ham bor. Rasmga olib tashlab bersa, pasportdan faqat zagran pasportlariga joy bron bo'ladi. Ko'klarga bron qilib turishlar bo'laveradi, zagran chiqishiga. O'sha har bitta ism familiyaga shartnoma tuzib tashlab beriladi. Shartnoma asosi bo'yicha bank orqali, shot orqali, karta orqali o'zlariga qanday qulay usulda bo'lsa, bemalol to'lov amalga oshirishib, cheklarni rasmiy olib tashlab berishsa bo'ldi. Chekda ham, bankka to'lashayotganda ham bexavotir to'lashadi. Nimaga? Centrum Holdesdan Umra ziyorati ketayotgan joyda chek chiqarib beradi bankdan o'zi. Har bitta bankdan to'layman desa. Hamma yo'q dokumentlarni hamma narsa dokumentdan. Ofisga kelib gaplashaman deydiganlarga bitta manzilda oxirida tushuntirib bering aka. Xo'p, ofisga kelaman qidiganlarga ofislarimiz 4 ta viloyatda bo'ladigan bo'lsa, bittasi Toshkent viloyati bo'yicha, Farg'onada, Samarqandda, keyin Surxondaryo, Termiz joyimizda bor. Xo'p, biz hozir o'tirgan joyimiz Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, Mustaqillik ko'chasi, 692-uy. Mo'ljalimiz temir yo'l vokzalini oldi. Stansiyada deyiladi. Xudo xolasa do'stlar, sizlar kutgan savollarga javob berdilar degan umiddaman. Bundan tashqari video pastda o'zlarining nomerlari turishibdi, bolalar ishlashyapti. Qanaqadir qiziqtirgan savol bo'lishi mumkin, nimanidir so'ramoqchi bo'lsangiz, tortinmasdan bemalol telefon qiling. Ular sizga 100% ma'lumot berishadi. 5-gacha ulgurib qoladiganlar $950 dan arzon paket bo'lyapti ekan, bunga ulgurib qo'yiladi, chunki hozirgi kunda havola salqinlagan, yosh katta insonlar boradigan bo'lsa, qiynalmaydi. Ya'ni issiqda baribir qiyinchilik bo'lishi mumkin. Ibodat, mashaqqat do'stlar, baribir xudo xolasa salqinda bormoqchi bo'lgan niyat qilgan bo'lsa, mana shu Yangi yilgacha borib kelaman dekabr oyida deganlar kutayotgan bo'lishi mumkin. Narxlar tushib qopti. Aloqaga chiqsana inshaalloh chiroyli suratda borib kelasizlar. Dokumentlari bor, shart-sharoitlarni gaplashdik. Borganlaringda do'stlar, xudo xohlasa bizni duo qilib qo'yish esdan chiqmasin. Shu videoni ko'rib ketayotgan bo'lsangiz, to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Sog' bo'linglar. Salomat.